O'zbekiston kelajagi yangi g'oyalar bilan. Sizning taklifingiz mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shishi mumkin. Kelajak uchun istiqbolli tashabbuslar forumi buning uchun ajoyib imkoniyat. Forum 3 ta bosqichda o'tkaziladi. Birinchi bosqichda tashabbuslar kelajak uchun.gov.uz crowd platformasi orqali qabul qilinadi. Buning uchun tashabbuskorlar mazkur saytga kirib, OneID orqali ro'yxatdan o'tadi. 5 ta ustuvor yo'nalishdan birini tanlab, taklif va loyihalari mazmunini yozadi. Platformada 5 tagacha tashabbus yo'llash, yakka va jamoaviy tarzda qatnashish imkoniyati yaratilgan. Bu tashabbuslar ekspertlar tomonidan baholanishi hamda ularning tavsiyasi asosida to'ldirilishi mumkin. Ikkinchi bosqichda tashabbuslar 10 kun mobaynida mutaxassislar tomonidan ko'rib chiqilib, eng muhim deb topilgan tashabbus va g'oyalar keyingi bosqichga tavsiya etiladi. Platformaga qo'yilgan tashabbuslarga like belgisi orqali jamoatchilik ham munosabat bildirishi mumkin. Uchinchi bosqichda mualliflar o'z tashabbuslarini ekspertlarga taqdimot qiladi. Xorijdagi ishtirokchilar uchun Zoom platformasi orqali ishtirok etish imkoniyati yaratiladi. Muhokama sessiyalarida eng dolzarb deb topilgan tashabbuslar top 50 va top 10 tarzida, shuningdek, hududlar kesimida mentorlar kengashi tomonidan saralanadi. Forumning final bosqichi Toshkent shahrida 2 kunlik anjuman sifatida o'tkaziladi. Birinchi kunda istiqbolli tashabbuslar soha mutasaddilari ishtirokida muhokama qilinib, ularni amalga oshirish choralari belgilanadi. Ikkinchi kunda forumda g'olib bo'lgan 10 ta eng ilg'or tashabbus O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida taqdimot qilinadi va hayotga tatbiq etiladi.